9 yillik bepushtlik, 9 yillik aziz spermiya holati, urug' foiz va soni 0. Bemorimiz Qirg'iziston Respublikasidan tashrif buyurganlar. Kelganlarida barcha analizlarni tekshirdik. Bemorimizni yagona o'ng moyak, chap moyagi o'sha yoshligida travma hisobiga rivojlanmay qolgan. O'ng moyak bor xolos. Bir dona moyak bor xolos bemorimizda. Urug' soni foiz 0 chiqdi. Bemorimiz 9 yildan beri juda ham davo choralarini ko'p olganlar, lekin umuman foyda bermagan. Biz operatsiya taklif qildik. Ya'ni moyakning ichidan urug' izlash amaliyoti. Mana kecha Xudo xolasa juda ham ko'p yaxshi sifatli urug'lar topdik. Bemorimiz endi shu 9 yildan keyin farzandli bo'lish arafasidalar, Xudo xolasa. O'zlaridan ham fikrni eshitasiz. Aka, nima bo'ldi shu 9 yil ichida, nimalar qildik, shuni gapirib bersangiz. Qirg'izistonlik kuzatuvchilarimiz ko'pda biz. Assalomu alaykum, Qirg'izistonlik vatandoshlar. Boshqa O'zbekiston mamlakatlarına kelib 9 yildan beri qarab turgan yerlerime borib, o'sha prezident qaralbay жүрүp, shu boshqa mamlakatimiz O'zbekiston mamlakatine kelib, darilanıp shu yerden shifa topib o'tiram. Жақшы, sizlerge rahmat. Har daim işinizlerge iyilik. Allah'ım sizleri qo'ldasin. Rahmat sizlerge. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, aziz spermiya, bepushtlik holatlari bo'lsa, bemalol shu raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa sizlarga barcha yordam beramiz.